Samarqand tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 27 davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti Samarqand tumanidagi Angorolmos mahallasida joylashgan. Bog'cha 120 nafar bolajonlarga mo'ljallangan bo'lib, bu ta'lim maskanida hozir 7 ta guruh, 2 ta majburiy ta'lim, 5 ta doimiy guruh mavjud. 2023-yilda qayta rekonstruksiya qilingan mazkur ta'lim tashkilotida ayni paytda 15 nafar pedagog xodimlar faoliyat olib borishmoqda. Ulardan 4 nafar oliy, 7 nafari to'liqsiz oliy ma'lumotli, 2 nafar tarbiyachi, ikkinchi toifaga ega pedagog xodimlardir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bola qamrovi soni 180 nafar tarbiyalanuvchi to'liq guruhlarga, 60 nafar tarbiyalanuvchi 2 ta majburiy 1 yillik guruhlarga qatnashmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ko'p yillik ish stajiga ega metodist Martaba Sharipova yosh tarbiyachilarga tarbiyachilik kasbini sir asrorlarini sidqidildan o'rgatib kelmoqdalar. Tarbiyachilar Nargiza Ubaydullayeva, Saida Ilmurodova, Dilfuza Islomova, Feruza Jumayvalar o'z faoliyatini turli innovatsion g'oyalar asosida olib borishmoqda. Ayniqsa Dilfuza Islomova o'zi tashkil etayotgan mashg'ulotlarda turli didaktik o'yinlardan samarali foydalanishmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bola hayotini va sog'lig'ini muhofaza qilishni tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom asosida tarbiyalanuvchilar hayoti va sog'lig'i muhofaza qilinmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarda har kuni navbat bilan metodik mahorat soatlari tashkil etilib, har bir mashg'ulot tahlili yo'lga qo'yilgan bo'lib, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida yozgi sog'lomlashtirish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida eng shinam ayvoncha ko'rik tanlovi e'lon qilingan. Tashkilotda ma'naviy ma'rifiy ishlar yo'nalishida bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan ustoz ulug' zot, vatan himoyachilari kuni, onajonlar bayrami, Navruz muborak bayramlari nihoyatda ko'tarinki ruhda yuqori saviyada tashkil etildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ilk qadam o'quv dasturi asosida ta'lim tarbiya ishlari olib borilmoqda. Guruhlarda ta'lim samaradorligini oshirish ishlari kuchaytirilgan. Direktor rahbarligida tarbiyachilar tomonidan dasturga kirgan barcha faoliyatlar uchun ko'rgazmali qurollar tayyorlangan. Mashg'ulotlar uchun konspektlar, ko'rgazmali va tarqatma materiallar ko'paytirilgan. Kichik, o'rta, katta maktabga tayyorlov guruhlarida faoliyat ko'rsatayotgan tarbiyachilar tomonidan tabiat bilan tanishtirish, nutq o'stirish, tevarak atrof bilan tanishtirish va matematika mashg'ulotlari uchun qator ko'rgazmali qurol va o'yinlar tayyorlangan. Tarbiyachilarning metodik shkafi va o'yin burchaklarini ta'limiy rivojlantiruvchi stol, mazmunli qoidali o'yinlar bilan boyitishda davom ettirilmoqda. Bolalar bilim darajasini va ta'limga doir davlat talablari bajarilishini ta'minlash maqsadida pedagog jamoa tomonidan bolalar bilim darajasini aniqlash uchun turli so'rovnomalar tayyorlangan. Maktabgacha ta'lim tashkilotining moddiy texnik bazasini yaxshilash va mustahkamlash maqsadida hovlidagi maydonchalarga qo'shimcha gullar ekib obodonlashtirildi. Mevali daraxtlar tagiga osh ko'katlarning urug'i sepildi. Tashkilot faoliyatini yorituvchi bannerlar tayyorlanib ilindi. Tashkilot hududidagi manzarali daraxtlarga shakl berilib, obodonlashtirish ishlari yo'lga qo'yildi. Ta'lim tarbiyaviy ishlarni rivojlantirish maqsadida maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida yaratilgan rivojlantiruvchi muhit yanada boyitildi. Barcha yosh guruhlar uchun mashg'ulotlar ishlanmasi ishlab chiqildi va jamlandi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida chet tiliga o'rgatish ishlari rivojlantirilgan. Ekologik tarbiya bo'yicha mavjud imkoniyatlarni ishga solish va bolalarda tabiatga, shahrimiz ozodaligi, obodligiga hissa qo'shish hislarini uyg'otishda davom etishmoqda. Bolalarning iqtidori va qiziqishi, ota-onalarning xohish istagi asosida to'garaklar tashkil etish ishlari amalga oshirildi. Samarqand tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 27-son davlat maktabgacha tashkilotimiz yurtboshimiz bizga berilayotgan imkoniyatlardan foydalanayotgan holda tashkilotimiz pedagoglari guruhlar kesimida 2025-yil 8-yanvardan metodik mahorat kuni va metodik mahorat soati o'quv mashg'ulot guruh tarbiyalanuvchilarga o'tib borilyapti. Tarbiyachilar tarbiyalanuvchilar bilan ta'limiy faoliyat jarayonida qiziqarli o'yinlardan foydalanayotgan holda metodik soatdan olgan bilimlarini bolalarga taqdim etilyapti. Ta'limiy faoliyat ilk qadam o'quv dasturi bo'yicha oylik, haftalik va kunlik mavzusi bo'yicha o'tilyapti.